Bugun Toshloq tumanimizdagi Istixonov qishlog'idagi har hafta seshanba kuni bo'ladigan bozorimizda narx-navolar bilan tanishtiramiz. Bu bozorda narxlar juda ham arzon ekan. 33 mingdan nech puldan bunisi? 45 mingdan, mana bunisi nech pul? 13 ming so'mdan, mana bunisi 33 mingdan ekan. Boshqa joylarda 45 mingdan edi, bu yerda juda ham arzon ekan, kelaverasizlar. Buzdagi sezonli yozgi oyoq kiyimlarimiz razmeriga qarab 50 mingdan 100 minggacha sotilyapti. Boshqa joylarda sezonli qopqonlar 30 mingdan sotilyapti-ku, opamizdan 25 ming degdi, biz 22 mingga tushirib qo'ydik, kelaverasizlar. Pachkasi 22 ming ekan. Mana oyoqlarimiz 70 mingdan 100 minggacha 5 kilolik oyoqlarimiz sotilyapti. Boshqa bozorlarda 40 mingdan deyotdi. Bu yerda nech puldan dedingiz? 25 ming so'mdan kelaverasizlar. Biz aytsalar 20 mingdan ham beraveradi. Bu bozorimizda go'sht sotadigan ukamiz mana 125 mingdan 130 minggacha chiroyli qilib go'shtlarni sotyapti. Novvos go'sht kelaverasizlar. Novvos go'shti. Hurmatlayinlar. Ve Turkiyalar 30 mingdan tanlab olaverasiz. Har xil razmerlar bor. Mana unisiga bitta baho berib qo'yinglar. 30 ming dedi, 25 mingdan ham berib yuborar ekan. Kilosi 60 mingdan, tuyoqlarimiz, no'xatlarimiz 25 mingdan, qaynoq tuyoqlar bor. Kilosi 60 mingdan. Piyozlar juda ham arzon bo'lib ketdi. 10 mingga 4 kiloga to'ylarga tushib berasizmi? To'ylarga 5 kilodan qilib beramiz. Bo'ldi, kelaverasizlar. Bozorda kelishda chap qo'ldi. Mana oshpaz guruchlarimiz bor. 17 ming so'm qilib beryapti. Bu aydan aka Xorazmning eng yuqorilari 20 ming so'mdan. Ko'proq olganlarga tushib kelishtirib beraveramiz. Keyin toza tog' asallarimiz ham bor. 120 ming so'mdan haqiqiy toza asallarga javob. To'ylarga ko'proq olsa tushib ham berasiz. Tushib beramiz. Javob boshlariga. Zo'r akamizga kelaverasizlar. Ushbu bozorimizdagi somsa juda ham mashhur. Bir haftada bir marta odamlar tanovul qilish uchun shu yerga keladi. Idorlar narxi 10 mingga 3 kiloga, ko'proq olsa yana kelishadigan joy bor, kelaverasizlar. Mana tuxumlarimiz kiletkasi 30 ta bo'ladi, ko'pchilik biladi buni. 30 mingdan 40 minggacha sotilyapti. So'zlar narxi juda ham tushib ketdi. 10 ming so'mga 3 kilo ekan, bunisi 10 mingga 2 kilo. Bunisi 10 mingga 2 kilo. To'ylarga yana arzon qilib berar ekan, kelaverasizlar. Har xil makaronlarimiz 10 mingga 3 pachkadan qilib qo'yibdi opamiz. Mana novotlarimiz, shakar oqqantlarimiz ham 10 mingdan tortib qo'yibdi. Bemalol kelib olib ketishingiz mumkin. Boshqa bozorlarda 10 mingga 4 dedi, 3 dedi, bu akamiz 7 ta qilib berdi, kelaverasizlar. Ushbu seshanba bozorimizda avvaldan hamma biladi, mol bozorimiz ham bor, lekin biz hozir ichkariga kirmaymiz. Qiziqarlar kelib narx-navoni o'rganib ketishingiz mumkin. Seshanba bozoridagi narxlar kelishib, hammasini ko'rib chiqdik. Keyingi bozorimizni, qayerga borishimizni, narxlar bilishimizni kommentariyaga yozib ketinglar. Sog' bo'linglar.